Erim o'ynashlariga tillo berib yurgan ekan, bolalarim rizqini qiyib. Qarang, bo'ynidan shunday sug'urib oldim. Uzilib ham ketibdi. Yaramas. Meni bolalarim rizqini qiyganini qarang, shunaqa ham bo'ladimi? Oling hisoblaychi nech pul ekan. Hayvon. Opa, asabiylashmang. Bu tillar o'ziga tegishlikmi? Durust biz hujjatdan ishlaymiz, o'g'irlangan bo'lsa, ertaga muammo bo'lsa, bizga ortiqcha ma'lumot kerak emas. Ha, menga tegishli, aytyapman-ku sizga. Bo'ynidan yulib olib keldim. Hech ham xavotir olmang. Qo'rqib, qaltirab eringni tinch qo'yaman. Ol, senga mana shu tillalar dedi. Qo'rqmay hisoblavering. Bo'ldi, opa, men siz tushundim. Probalar 585 ekan, siz vaqt qilguncha men probalarni ko'rib oldim. 124 73 chiqyapti. Oddiy toshlar minus bo'ladi. Jami 124 million 230 ming bo'lyapti. Voy yaramaslar-ey. Umrimni yegani yetmagandek pulimni ham rosa yegan ekanda. Mayli, beravering, roziman. Mana bu yerda bankdan chiqqan yangi 120 million, 4 million, 250 ming so'm. Barakasini bersin. Salomat bo'ling. Rahmat.